Hammaga salom. Afsuski o'sha kun keldi. Bu xayrlashuvimning eng og'ir qismi. Men ushbu mavsum oxirida Liverpoolni tark etaman. Avvalo shuni aytmoqchimanki, bu klub, bu shahar va bu insonlar hayotimning naqadar katta qismiga aylanishini hech qachon tasavvur qilmagandim. Liverpool shunchaki futbol klubi emas. Bu ehtiros, bu tarix, bu ruh. Bu klubning bir qismi bo'lmagan insonlarga buni so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Biz birga g'alabalarni nishonladik, eng muhim sovrinlarni yutdik va hayotimizdagi eng og'ir damlarda ham birga kurashdik. Bu yerda bo'lgan vaqtim davomida klubning bir qismi bo'lgan har bir insonga minnatdorchilik bildiraman. Ayniqsa jamoadoshlarimga, o'tmishdagi va hozirgi, hamda muxlislarga ham. Sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz uchun so'zlar yetarli emas. Faoliyatimdagi eng yaxshi davrlarda ham, eng qiyin paytlarda ham yonimda bo'lganingizni hech qachon unutmayman. Bu men bilan doim qoladi. Ketish hech qachon oson emas. Sizlar menga hayotimdagi eng yaxshi damlarni taqdim etdingiz. Men har doim sizlarning biringiz bo'lib qolaman. Bu klub men va oilam uchun doimo uy bo'lib qoladi. Hammasi uchun rahmat. Sizlar tufayli men hech qachon yolg'iz emasman.